Yamalni holati ko'pchilikni o'ylantiryapti. Barselona muxlislarining ikki hissi. Bir qiz bilan tanishib qolgan, u bilan ko'proq vaqtini o'tkazyapti. Men o'ylayman, ming hafta o'rtasida u bilan ko'proq bo'lgan taqdirda ham shanba kungi o'yinga o'zini tiklay olish kerak edi. Bu professionalizm. Yamal tiklay olmayapti. Har holda o'tgan mavsum bunaqa emas edi. Tubdan o'zgarish kuzatilyapti. Intervyulari bir olam va men ahamiyat berdim, sizlar ham e'tibor bergan bo'lsanglar, Yamal katta ketgan hamma o'yinida boy beryapti. Portugaliya bilan, PSG bilan va kechagi Klasikoda. Va ahamiyatli nuqtasi himoyadagi bitta raqobatchilarga yutqizyapti-da. Menda ish bilan 2 marta va kecha karyerasi ham to'g'ri hujumga chiqqan paytda tez xatoga yo'l qo'ydi, lekin himoyalanayotganda Yamalda to'p bo'lganda yaxshiroq o'ynadi. Xullas, Yamal tezroq o'ziga kelib olish kerak, bo'lmasa yana bitta super talant yo'q bo'lib qolish ehtimoli bor.